Namangan shahrida fuqarolarga bosim o'tkazish, tovlamachilik va bezorilik bilan shug'ullanib kelgan Eshon laqabli shaxs huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qo'lga olindi. Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabariga ko'ra, qo'lga olingan shaxs 28 yoshli Bahriddin Nasriddinov bo'lib, u muqaddam jinoyat kodeksining qator moddalari bilan sudlangan, ammo kerakli xulosa chiqarmagan va jinoyat yo'liga qaytgan. U jinoyatchilikka moyil shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, ular bilan til biriktirgan holda Namangan shahrida tovlamachilik va bezorilik holatlarini sodir etib kelgan. Shuningdek, fuqarolar o'rtasidagi pul oldi-berdi masalalarini kuch ishlatish orqali hal qilib berishni va'da qilib, noqonuniy daromad orttirgan. Bahriddin Nasriddinov o'z guruhidan ketib qolgan sobiq sherigini samasud qilganidan keyin protsessual tartibda ushlangan. Namangan shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan unga nisbatan Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilyapti.